Yangiobod tumanida qurilish va bunyodkorlik ishlari ko'tarinki ruhda olib borilmoqda. Bu jarayon aholining kayfiyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatyapti. Jumladan, Sobot qishloq fuqarolar yig'inida sun'iy qoplamali mini futbol maydoni qurilib foydalanishga topshirilishi mahalla ahli, shu qatorda yoshlar uchun ham katta sovg'a bo'ldi. 1 milliard 360 million so'm mablag' evaziga qurib bitkazilgan 20 ga 40 o'lchamdagi ushbu maydon qishloq yoshlari uchun futbolning sir asrorlarini qunt bilan o'rganishlarida, tajriba oshirishlarida yordam berishiga katta ishonch bildirildi. Mana bugun tashabbusli byudjet asosida qishlog'imizda ikkinchi maydonni ochyapmiz, futbol maydoni, mini futbol. Bunda albatta mana bolalarimiz o'ynayapti. Men ishonamanki, mana shu maktabda, mana shu qishlog'imizdan Eldor Shomuratov va Abduqodir Husanovga o'xshagan futbolchilar yetishib chiqadigan umiddamiz. Men sportga juda ham qiziqaman. O'zim taekwondo vitesse sport turi bo'yicha 3 yildan beri shug'ullanib kelyapman. O'zbekiston chempioni, xalqaro musobaqalarda natijalarim bor. Qorabelbog' sohibiman. Shu bilan bir qatorda futbolni ham juda yaxshi ko'raman. Mana bugun stadionimiz ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bundan juda ham xursandmiz. Maktabimiz bolalari, mahallamiz bolalari bu stadionda tur mavsumida ham mazza futbol o'ynash imkoniyatlari bor. Biz bu imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yaxshi natijalar qo'lga kiritib, xalqimizga foydamiz tegadigan umiddamiz. Sportga oshno tutingan Chakant mahallasi yoshlari uchun ham o'ziga xos sovg'a taqdim etildi. Hududdagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida zamonaviy futbol maydoni sportsevarlar ixtiyoriga topshirildi. Tadbirning ochilish marosimida bu sport maydoni nafaqat maktab o'quvchilari, shu bilan birga mahalla yoshlari uchun hamisha ochiq bo'lishi ta'kidlandi. Yangiobod tumanida 8 ta mahalla mavjud. Ushbu mahallalarda bugun 10 dan ziyod mana shunday ajoyib sun'iy qoplamali futbol maydonlari foydalanishga topshirildi. E'tiborlisi, har bir futbol maydonining usti yopiq holatda bo'lib, bu mahalla yoshlarining 4 mavsumda ham birdek sport turi bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyat yaratib beradi. E'tiborlisi, futbol bo'yicha O'zbekiston ayollar terma jamoasi a'zosi Nafisa Nabiqulova ham aynan ushbu hududda futbolning ilk sir asrorlarini o'rgangan holda bugun terma jamoa safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etyapti. Ajoyib emas, bugun mana shunday imkoniyatlarga ega bo'layotgan yoshlar ham kelajakda O'zbekiston terma jamoalari safida mamlakatimiz sharafini xalqaro musobaqalarda himoya qilishadi va bu jarayon uchun albatta tumanda zaruriy barcha shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Prezidentimizning shu tashabbuslari, sportga bo'lgan e'tiborlarini inobatga olgan holda maktabimizga mana shunaqa yopiq stadion qurildi. Mana shu bundan juda ham o'quvchilar ham, aholi hammamiz mamnun, xursandmiz. O'quvchilarimiz hozirgi kunda turli musobaqalarda qatnashib, yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Nafaqat bizning qishlog'imizda, balki Yangiobodning boshqa qishloqlarida ham xuddi shunday maydonlar mavjud. Yoshlar uchun bu juda ham ajoyib imkoniyat hisoblanadi. Hamda ular ham o'z hordiqlarini chiqarib, albatta bu imkoniyatdan oqilona foydalanishadi. Mehnat faxriylari, ta'lim sohasi vakillari ishtirokida tumanning markazida joylashgan Balandchaqir mahalla fuqarolar yig'inida 120 o'rinli 2-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda bu muassasaning foydalanishga topshirilishi natijasida Yangiobodda maktabgacha yoshdagi bolalarning qamrov darajasi 91% dan oshganligi mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Muassasada sifatli ta'limni tashkil etish bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Bundan 7 yil muqaddam Yangiobod tumanida maktabgacha ta'lim qamrovi bor yo'g'i 21% ni tashkil qilar edi. Bugungi kunda ushbu qamrov darajasi 91% dan oshdi. E'tibor bering, yaqin 2 yillikda aynan ushbu hududda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining qurilishi va foydalanishga topshirilishi natijasida ushbu hududdagi bolajonlar 100% maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinadi. Albatta, bu borada aniq rejalar hisob-kitob qilingan va ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta mana bunday yangi binolar, yangi inshootlar qurilib foydalanishga topshirilishi tizimda ishlayotgan barcha xodimlarimizni, shaxsan o'zimni, fuqarolarimizni mamnun qiladi. Prezidentimizni o'sha ta'lim, maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlarni joylarda to'liq bajarishga zamin yaratadi deb o'ylaymiz. Tadbir davomida mehmonlar ta'lim tashkilotida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishtirilib, kelajakda yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan to'garaklar borasida batafsil ma'lumotlar berildi. Bugun Yangiobodda amalga oshirilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlari haqida gap ketganda, yo'llarni ta'mirlash masalasiga ham alohida to'xtalib o'tish o'rinli albatta. Tumanning markazidan olis hududlardan biri Sarmich mahallasida
tashabbusli byudjet loyihasi doirasida ichki yo'llarga asfalt yotqizish ishlari bajarildi. Qariyb 3 yil mobaynida tashabbusli byudjet loyihasi doirasida yutib olgan yo'llarimizni jami mana hozir kungacha bo'lgan holati 20 kilometrdan oshiq yo'llarni, ya'ni asosiy yo'llarni asfalt qilib bitirib bo'ldik. Mana 1 kilometr 200 qoldi, uni ham bitirib tugatib xudo xolasa topshiramiz. Bugun ishonch bilan aytishimiz mumkinki, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan tashabbusli byudjet loyihasi o'tgan davr mobaynida keng jamoatchilikning birlashuviga sabab bo'ldi. Buni birgina Yangiobod tumani misolida ham ko'rishimiz mumkin.